Mayli, men Allohga topshirdim, boshqa hech narsa. Odamlarga faqat tomosha kerak. Kulbada yashayman. Ashxonada yashayman. Ana mana. Olmaxona zo'msiz. Uy. Turmush o'rtog'ingizga nima qildi? Oshqozonlarda yara bor edi. O'zimni qo'limda jon berdilar. Meni saqlab qol deydilar. Men kuchliman, o'lmasam kerak deydilar. Go'sht yo'q ekanmi? Go'shtim bor kamman akajon. Mana ana shu go'shtim bor, uni ham pensiya kelgancha nima bo'lsa. Qachongacha yetish kerak bu go'sht? Bu endi pensiya kelgancha yetish kerak. 20-fevralda 100 minglik go'sht olgansiz. Ha, ana. Shundan qolgani Ana shu. va 20-martgacha buni yetkazishlari kerak. Ha-da, ilojim. Bugun 1-mart. 20 kunga shu go'shtni yetkazishlari kerak. Ha-da, ilojim. Bir oyda bir marta go'sht olaman. Qancha go'sht oladi? 100 ming so'mlik go'sht olaman. 1 kilo ham chiqmas ekanda. Makaron qilamiz, ishqilib qayish. Yaxshi kunlar keladi. Bu kunni quvonchi ham bordir. Sabrni. Bu kuni shu eshigi tagidan bitta chayon topdim. Chayon ekan. O'g'lim aytdi, "Nanajon, chayon." Nima deylik yana? Nima ko'rsataylik yana? To'g'ri, hozir Ramazon obed qilmasligimiz mumkin, lekin bitta o'rtacha joyda iftorlik qilsak, 200 ming 300 ming so'm iftorlik qilamiz yoki saharlik qilamiz. Hozir turgan xonadonimizni o'g'li maktab direktori sochingni oldir degani uchun 30 ming so'm topa olmayotgan holatda turibmiz azizlar. Sochimni oldiraman dedi, 30 ming topilan yo'q. Direktor aytdi, "Nanajon, sochimni direktoring aytman, allaqayga chiqaman, pensiya kelsin bacham, keyin oldiramiz" dedi. 30 ming topilgani yo'q pensiya. Nanajon dedi, "Shu yoqdan dedi, bir 3 xonani biz ham uy qilsak-ku" dedi. Kulbada yashaymiz-ku biz deydi. Saharlikka nima yedingiz? Tuxum qaynatib qo'ydim, tuxum ham ketmadi. O'g'lim bittasini yedi, men hech nima yemadim. Qanaqa tutdingiz o'zi? Munchina non yedim, suv ichdim, tamomda. Bugun saharlikka bir burda non va faqat suv ichdingiz. Iftorlikka nima tayyorladingiz? Iftorlikka endi biror narsa pishirarman. Bir makaron, sakaron pishirarman, nima pishiraman. Bacham nima bo'ldi, bitta sabr qilsin. Yo'q, nanajon dedi. Odamlar dedi, "Dadajon" deb yugurib quchoqlab, dadasi quchog'iga kiradi dedi. Men aytdim, "Sen ham dadaman, ham onaman-ku bacham, nima qilaysan?" Baribir ko'nglim og'riydi, nana, nima qilay dedi. Nima qilay, eslayman baribir dedi. Hozir uyimiz hur katalakda yashaymiz, shunchimizlar odamlar salom alaykum aytmaydi. Hech kim yo'qlab kelmaydi deydi. Dadam borki yo'qlab kelinglar deydi. Hech kim kelmaydi deydi. Niyat qilib o'tirgan ro'za tutdimki, qani orttirib bilsam, shu pensiyani bersa, ro'zg'orimni olsam, orttirib bilsam, bir 3-4tasini chaqirib ro'zada ana qilaman deb niyatim bor edi. Ana niyatim xolis ekan. Niyatingizga yarasha mana yetkazdi, ehsonlar keldi. Rahmat sizlar. Holat juda ham ayanchli. Opani gaplarini eshitdinglar. Bittagina
kichkina katalakdekkina xonada, bitta xonada mana hammomni ham shuni ichidan o'zligi qilib olishgan. Hamma narsa shu yerda. Ovqat yeyish ham, yotish ham, yuvinish ham zax bo'lgan joyda mana shu yerda yashayaptilar. Bunaqa muammo summasi juda ham katta summali emas. Bu joyda 3 ta xonali uy qurib olish unaqa juda ham katta pul bo'lib ketmaydi. Kerak bo'lsa, bizani shunaqa saxiy insonlarimiz bor, bittagina zakoti bilan bitadigan joy. 1 yilda bitta bo'ladigan bo'ynidagi farzi zakoti bilan shu oilani muammosini hal qilsak bo'ladi. Bu video tagiga ushbu oilani o'zini shaxsiy plastik kartalarini qo'yamiz, telefon raqamlarini qo'yamiz. Bog'laninglar, bu oilaning muammosini hal qilaylik. Kattadan katta rahmat sizlarga. Boringlar siz. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz katta kuchmiz.